Assalomu alaykum Termiz uy savdosi aziz obunachilar, sizlarga Yashil dunyodan uy chiqarishni davom etamiz. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Farovon massivida. Ko'rib turganingizdek 7 qavatli uylarning 6-qavatida umumiy maydon 68 kvadrat bo'lgan 4 xonalik uyimiz sotuvda. Bunaqa 4 xonalik uylarimiz kamdan kam chiqishadi. Lift ko'rib turibsiz, 24/7 bez atkaz ishlaydi. Tashqi eshikdan kelishimiz bilan chap qo'limizda oshxonasi. Bunaqa variantlar aziz obunachilar kamdan kam chiqadi. Tezda shoshilamiz. To'g'rimizda oshxonasini tanishtirib o'tamiz. Aytgancha, narxini aytib o'tishdan oldin tekin bo'lgan like tugmachasini bosib qo'ying. Ya'ni ko'proq video tarqalish uchun narxi 500 million so'mdan 490 million so'mga kelishildi. Tepasida yanada kelishadigan joyi mavjud aziz obunachilar. Bu koridorda turibman hozir. Men koridordan o'ng qo'limizda bitta detskiy xonasi hisoblanadi yoki spalni xona desak ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, shu quruvchi qanday topshirgan bo'lsa, xuddi shu holatda turibdi. Bu esa detskiy xonasi. Eng asosiysi dush bilan hojatxona ikkalasi razdelni yarmigacha kafillangan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya, lift aslan muammo yo'q. 7 etажda yashaydiganlar bilishadi. To'g'rimiz esa mehmonxonasi. Aynan mehmonxonasida balkon joylashgan. Bemalol 6-etajdan turib Yashil dunyoni 7 etajga tomosha qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, mana shu 7 qavatli uylar hisoblanadi. Bu yoqda esa Elta House va Yashil dunyo. Aytgancha, faqat naqd yoki ikkilamchiga sotiladi. Ikkilamchini tushunmaganlar uchun 250 million pulingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol bankdan ikkilamchi qilib chiqarib beramiz. Naqdga kelishadigan joylari mavjud. Bu yoqda keladigan bo'lsak, yana bitta xonasi hisoblanadi. Bu yoqda hojatxona, undan keyin yana bitta xonasi. Tezda shoshilamiz aziz obunachilar. Bog'lanish nomeri har doimgidek 99 kodi bilan 716 5378. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa bemalol telefon qilib so'rashingiz mumkin. WhatsApp, Telegram, imo hammasi ishlaydi.